Bugun sizlar bilan bolalarda uchrovchi ko'p siyish va ko'p suv ichish sindromi haqida gaplashamiz. Bu sindromga olib keluvchi sabablar juda ham ko'p. Endokrin sabablardan eng ko'pi bu qandli diabet, qonda kalsiy miqdorining oshishi yoki elektrolitlar buzilishi bo'lsa, keyingi o'rinda bu qandsiz diabet hisoblanadi. Qandsiz diabet tashxisini qo'yish juda ham murakkab klinik holat hisoblanadi. Sababi birlamchi polidipsiya, nefrogen qandsiz diabet va qandsiz diabetni bir-biridan farqlash kerak bo'ladi. Aynan shu vaqtda bizga quruq ovqat bilan proba va desmopressinli proba asqotadi. Ushbu probani asosiy maqsad birinchi navbatda bu bolada suvni cheklash orqali buyrakni antidiuretik gormonga nisbatan sezuvchanligini baholash imkonini beradi. Ya'ni agar bemorlarda birlamchi polidipsiya bo'ladigan bo'lsa, quruq ovqat proba fonida ularda diurez ajralishi jiddiy kamayadi va bemorning umumiy ahvoli og'irlashmaydi va tekshiruv natijalarida CDdagi osmolarlik va qondagi osmolarlikni o'zgarish, ya'ni normal holatda saqlanishi, ya'ni sidik osmolarning yaxshilanishi, qondagi osmolarlikni esa yuqori darajaga oshib ketmasligi kuzatiladi. Agar bemorlarda qandsiz diabet buyrak formasi yoki sentral form bo'ladigan bo'lsa, quruq ovqat proba fonida ularning ahvoli og'irlashadi, ya'ni suvsizlanish kuchayadi, bemor vazn tashlaydi, sidik osmolarligi yuqori darajaga ko'tarilmaydi, qonda osmolarligi, qondagi natriy miqdori esa oshib ketadi va bemorlarda og'ir suvsizlanish va ahvolning og'irlashi, vazn tashlash kuzatiladi. Va shunday paytda ushbu test to'xtatiladi va desmopressin bilan proba davom ettiriladi. Va desmopressin probada bemorning holati yaxshilanadigan bo'lsa, ya'ni sidik zichligi va undan tashqari sidik osmonlarning yaxshilanishi, bemorning vazn tiklashi, chanqash va holsizlik, suvsizlanish belgilari to'xtashi va qondagi osmolarlikning yaxshilanishi ushbu proba orqali, ya'ni antidiuretik gormon ishlab chiqarilishi normada va buyrak unga nisbatan sezuvchanligi saqlanganligini ko'rsatadi. Agar ushbu probada natija ijobiy bo'lmasa, ya'ni ushbu proba davomida bemorning holati yaxshilanmasa, bu katta ehtimol bilan buyrakka bog'liq bo'lgan qandsiz diabet, ya'ni nefrogen qandsiz diabetni ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Ushbu probalardan biz o'tgan haftada ikkita bemorda qildik. Birinchisi bu 1 yosh 8 oylik bemorda ushbu probani o'tkazganimizda, ya'ni u bemor o'zi 11 kilo atrofida va kun davomida 5 litrga yaqin suv ichishi kuzatilgan. Biz unga to ertalabdan boshlab turib obedgacha taxminan 7-8 soatga yaqin quruq ovqat bilan proba qildik va natijada bemordagi qondagi osmolarlik 315 ga yaqin va sidik osmolarlikning esa yaxshilanmaganligi va qondagi natriy miqdorining oshishi va 5% ga yaqin suvsizlanish kuzatilgandan keyin biz bemorda zudlik bilan ushbu testni to'xtatdik va kam miqdorda suyuqlik va desmopressin bilan probani boshladik. Desmopressin bilan proba fonida bemorda siyish mutlaqo to'xtadi, chanqash, suvsizlanish belgilari yaxshilandi va bu nimani ko'rsatadi? Bu bemorda o'sha qandsiz diabetning markaziy turi ekanligini ko'rsatadi. Va biz bemorga MRT boshlangan qilganda unda gipofiz sohasida, ya'ni orqa oyoqchasi va gipofizning orqa qismida shu yaltirab turadigan zona bor. Bu o'sha vazopressin gormonlari to'planadigan zona, aynan o'sha zonani juda ham kichikligini aniqladik va yaxshi ko'rinmaganligini aniqladik. Undan tashqari bemorda Langerhans hujayrali gitsetsitoz, ya'ni LCH borligi ham ushbu patologiyani tasdiqladi, ya'ni uni multifokal kechish natijasida bemorda qandsiz diabet rivojlanganligini tasdiqladik. Keyingi bemor esa bu 4 yoshli bemor, unda ham ko'p suv ichish, ko'p siyish belgilari kuzatilgan va 6 litrgacha suyuqlik ichgan va bemorni biz ushbu testda o'tkazish uchun statsionarga yotqizdik va test davomida unda ham qondagi natriy miqdori 155 dan oshib ketishi va sidik osmolarligini yaxshilanmasligi, ushbu test davomida ham va bemorda kuchli holsizlik, suvsizlanish belgilari, taxikardiya belgilari va qondagi osmolarlikni 305 dan yuqori ko'tarilganligi ushbu bemorda ham qandsiz diabet nefrogen yoki sentral formasi borligini ko'rsatib beradi va desmopressin bilan proba fonida unda ham bemorda markaziy genezli, sentral genezli qandsiz diabet tashxisi tasdiqlandi. Ushbu probadan asosiy maqsad, ko'pchilik so'rashi mumkin, ushbu probasiz ham desmopressin berib ko'rishimiz mumkinmi degan savol bo'lishi mumkin. Ha, berib ko'rish mumkin, lekin bu juda ham bemorni xavf ostida qoldiradi. Sababi xalqaro tavsiyanomalarda birinchi navbatda bemorda birlamchi polidipsiyani inkor qilish kerak bo'ladi. Chunki bemorda birlamchi polidipsiya bo'lsa-yu, siz desmopressin beradigan bo'lsangiz, unda ham ko'p suv ichish, ham desmopressindan zaharlanish hisobiga qondagi natriy miqdorining tushib ketishi va osmolarning tushib ketishi natijasida bosh miyada o'tkir demilinizatsiya jarayoni va bosh miyani shikastlanishi kuzatilishi mumkin. Bu hayot uchun juda ham xavfli asorat bo'lganligi sababli ushbu holatlardan bemorni chiqarganda ham uni shaxs sifatida tiklash qiyin bo'lishi mumkin. Shu uchun albatta har bir dorini yoki davolash
tanlashdan oldin aniq tashxis qo'yish juda muhim ahamiyatga ega.